Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube shuhrodlari, Chinoz Uzkalarning ashaddiy va qadrli aziz muxlislari, hurmatli qadrdonlar, bugun 2025-yil 15-mart haftani Olmedagi haftani shanba kuni Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Yangiyo'l mol bozoriga keldik. Xudo xohlasa ona bolasiga yaqin video obzor qilamiz. Ekranni uzoqlashmasdan layklarni bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Hurmatli akalar, bugun xudo xohlasa video o'zgacha bo'ladi. Sigir udarlar numeradilar Yangiyo'l mol bozoriga kelgan. Zo'rlari shu yerda. Shef xonimlar, assalomu alaykum ana. Jiyan shu yerda o'zi qanday charchamayapsizlarmi? Kayfiyatlar qalay? Allohim. Birinchi sigir sotildi. Ona bola. 2000 dollarga baraka bo'ldi. Birinchi sigirimiz mana. Bolasi novos. Qancha sut berdinglar? 10 tadan oshadi. Ko'ringlar sigirimizni. Gap bo'shunga. Mana sigir sotildi 2000 dollarga. Ranglari ola, bola novos, 10 ta olishdi xohlasana. To'rburchak ana. Bundan tashqari ketdik keyingisiga. Nechta bugun jami? Yoki 4 ta qoldi. Do'konimizda. Uzr aka mana. Birinchisi. Bolasi yo'q. Bola bebola 3 oy bo'lgan tuqqaniga rangi qizil. 12 ta sutga. 15 taga. Bo'ldi. 15 ta sutga mana yerini ko'ryapsiz. Yerlari zo'r. Bo'y banasi 24 million so'm 15 taga kami bor. Bebola faqat a. Yebishlarga javob. Tanijoni sog'. Mana bundan keyingisi. Oh, bundan chiroyli kerak. Bolasi nima buni? Bu ham bebola. Bu ham bebola. Bolasi yo'q buni ham. 20 million so'm kami bor. 15 taga sut yerini to'ladi. Yeringiz o'zingizlar boqib beringlar. 15 ta sutga 20 million kami bor. Yebish joyida. Gap bundan keyin 22 million kami bor. 27 million kami bor. Bolasi urg'ochi. 27 million so'm kami bor. Bola urg'ochi. 12 ta 6 beraveradi. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolaga ana. Sigirlar narxini xudo tanishdik. Bu 4 tami? Bo'ldi. Bitta sotildi, 3 ta qoldi. Bu ham bor? Bu ham 4-sigir yana. Sardorboy, xonimlar. Ham bor ekan. 30 million so'm bolasi mental. Mental buqa. Mental buqacha. Necha kun bo'ldi bolasiga? Bugun 5-chi kun mana yilni. Qancha sut kishib? 13 ta qolaversa, yerini ko'ryapsiz mana. Yillar mana sasonlar hamma ishlaydi. 30 million kami bor, chiroyli qilib berishadi. Gap bo'yicha ekanmiz. Boshqa 4 tami bitta sotildi, 5-chi sotildi. bu hozir deganimdagi Yo'q ham ketdik. Cho'yo ha. Oh. Sigirin bash go'zallik kelibdi aka bu yoqqa. Bolasi nima buni? Hormaylar, yaxshimisiz? Bola urg'ochi. Bola urg'ochi. Anaqa qanaqa urug' bu? Nemis. Mana ko'ringlar. Bola urg'ochi. Necha kun bo'ldi tug'ilganiga? Seshanbaga tug'ilgan yirik sigir. Katta sigir ekan. Qancha sutga beramiz? 25 ta sut olaversin. Gap yo'q. Mana yilni bitta olaylik. Bola urg'ochi 25 ta sutga beriladi. Narxi 40 million a. 40 kami bor. 42 kami bor. Mana sigiri yirigi, go'zali Yangiyo'l mol bozorida. Mana shu bolalar kelsanglar, bugun sigirlar ko'p ekan, zo'rlar kelibdi. Do'stim charchamaylar, sog' bo'ling, savdolarni bersin, kuningiz xayr bo'lsin. O'rmang, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar qalay? Ona bolani zo'rni olib keldingiz. Charchamasdan. Bola nima ekan? Urg'ochi necha kun tug'ilganiga? Bugun 3 kun, xudo xohlasa nechinchi bola? Nechinchi bola? Birinchi bolasiga bashi go'zal, zo'ri kelibdi aka, nomer adini. Yirik, a? Qanaqa zot bu? Rossiy bu. Rossiyskiy cho'ni ko'stiri. Avlodda bor. Yirik, plyumnoy, turburcha. Birinchi bolasiga bashi katta ekan. Qancha sutga beramiz bolasidan tashqari? Tagida joyiga 10 ta oshib qolsa. Birinchi bolasiga tagida yurganidan tashqari 10 ta qolaversin-a. Bitta ko'raylik, orqalarida ko'raylik. Mana sigiri yirik katta, bo'yi ham bora 1.40-1.50. Bora, qayeri moli? Chinoz. Chinoz moli ekan. Ko'ringlar akalar, bitta baho berib qo'yamiz. Narxi qanaqa bo'lyapti buni? 38 qarang, 50 million so'radingiz, ona bolaga 38 ga bermadinglar, to'g'rimi? Ozgina qo'shish kerak. 40 bo'lsa ketadimi? Gap bo'ling. Qiziqqanlarga nomer adilari yangi. Do'stlar, charchamaylar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin, sog' bo'linglar. Birinchi bola ekan. O'rmanglar, assalomu alaykum. Charchamaysiz. Ona bola, bolasi nima ekan, jiyan buni? Bola urg'ochimi? Mana bana.
5 kunlik. Nechinchi bola bu? Ikkinchi qorin aka. Ikkinchi qoringa 10 sutga javobli. Qayeri moli? Yangi yo'lni mol aka. Yangi yo'lni o'zimizni Mana bersak. ko'ring mana. Sog'man. Emdiradimi? Mana bolalar tekshirib berishadi. Birashga o'zlari tekshirib, chiroyli qoqib berishar kerak o'zlari hali. Bu bo'ldi, soqma yerga soqib tashlab, o'l bo'ladi. Demak, 10 litr sutga javob bola urg'ochi ikkinchi qoringa. Yangi yo'lni mol. Ishmasa, bermasa qaytarib olaman. apparatga bo'ladi. Narxi qanaqa bo'lyapti? 20 so'rov bozor 18 12 million 200 shundan qilyapti aka. Hozircha 18 ga to'xtadi. Ozgina qo'sa ketadi. Ozgina bo'lsa ketardi. Mana sigir olaman akalarimizga murojaat ko'ringlar sigir. 10 ta sutga bola urg'ochi ikkinchi qorin. Ismi nima sanjiya? Abdurov ukamizning moli. Charchamayli savdolarni bersa kuninglar xayr sog' bo'lishi. Meni olmay. Bo'ldi. 24 millionga. Mana bolasi yondagimi? Aka bolasi qaysi biri bu? Bo'ldi. Bolasi bola. Mana bu ekan bolasi. Shvedmi deyman bolasi? Bola nima ekan keyin? Bolasi nima aka buni? Urg'ochi. Qancha sutga oldingiz? 15 ta deyapti. 15 taga 24 millionga baraka bo'ldi, to'g'rimi? Siz oldingiz. Xudo xolasa. Olgan odam molda, sotgan odam pulda baraka topsa aka. Gap yo'q. Sog'ib tekshirish oladi bolalar mana. Sog'ib yerinlar bashi boqib aka. Charchamaylar sog'ib bo'lsa savdolarimiz kuninglar xayli bo'lsin. Ya xalas sotmadi mollar. Xolmay aka assalomu alaykum. Charchamaysizlar, ona bola sotiryapti. Bolasi urg'ochi ekan-a? Bola urg'ochi. Necha kunlik, necha oylik? 1 oylik. Nechinchi bolasi? 3-chisiga yirik sigir mana. Qayerga mol aka? Qayer? Shahardan olib keldingiz. Bash to'rt burchak katta sigir ekan. Bitta odam qo'yaylik sigirimizdan umumiy ko'rishlari. Yirik sigir katta. Aka bu nechinchi bolasiz? 3-chi bolasiga yeb ichishi tana joniga javobmi? Qanchasiga erta kech bolasi tashqari? Bolasidan tashqari 15 ta. Hava sochuvlar ishlaydimi aka? Bitta ishlamaydimi? Bo'ldi, 3 emchak deydi buni. Ko'rinishlar olay orqadan. To'rt burchak kattasiga 3 emchak ekan faqat. Ranglari ola, bo'ylari baland. Aka narxi hozir qanaqa bo'lyapti? 40 million so'm so'rayapsiz, kami bor. Siylab berasiz. Bozor qancha qildi, sir bo'lmasa? 32 to'xtadi aka. Bo'ldi. Qiziqqanlarga ona bola olaman yiriklarni so'raganlarga mana ko'ringlar, ham yirik ham katta. To'rt burchak ekanlar. Oka charchamaylar sog' bo'ling, savdingiz bersa kuningiz xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum xormaylar, bo'ldi, charchamaylar. Oka ona bola sotiryapti. Bolasi Urg'ochi. urg'och. Necha kun bo'ldi tug'ilganiga? 10 kunlik. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchi bolasiga xudo xolasa urg'och tug'ilgan-a mana. Bu ham yirik sigir, katta sigir ekan. Qayerdan keldinglar? Nazarga. Toshkent viloyati Nazarga bo'ldi aka. Yebishlari tana joni sog'. Yebish joyida tana joni sog'. Assalomu alaykum Ormay aka. Ko'ring sigiri zo'r mana. Nima qildi? 27 ga bermadingiz. O'zi 30 so'rayapsizmi? 31 so'rayapsiz, u 27 ga bermadingiz. Qancha sutga bu ertaga bolasidan tashqari? 10 litr sut beramiz. 10 litrga beramiz-a? O'tib olaylik mana. 10 litrga berishar ekan. O'tib olishib. Mana yerini bitta ko'rsatamiz. 10 litrga olaversa ertagacha bolasidan tashqari. Sigirning ko'rinishlari xudo xolasa, ranglari ola, bola urg'ochi 10 litr sutga. Nazarbekdan kelganmiz. 27 ga berishmadi. Gap yo'q. Oka charchamaylar sog' bo'ling, savdingiz bersa kuningiz xayrli bo'lsin. Ketdik. Assalomu alaykum Xolmay aka. Yaxshimisiz? Akamiz o'zlari mana. Ona bola olib keldingiz o'rlarini. Bolasi shep nima ekan? Bolasi erkak. Bola novvos, xudo xolasa. Novvoscha to'g'rirog'i. Necha kunlik bo'ldi? 5 kun. Nechinchi bolasi? 4-chi qoringa novvos, xudo xolasa. Sigirimizning ko'rinishi. Qayerdan keldi shep? Yangi yo'lni? Mesli molmi? Yebishlar qanaqa? Yebishi tana joni sog'. Aka o'zini ham olib bir Bo'ldi, oldin o'zlari. Aka yebishlari zo'r, tana joni sog'. Aybini soni yo'qmi? Tepmaydi, so'zmaydi. Qancha sutga beradi ertaga bolasidan tashqari? 10 tadan oshib beradi. uzoqdan ham 10 tadan oshib mana yerini ko'ringlar. 10 tadan oshib shu xudo xolasa orqadan olamiz. Yerini ko'ringlar. Demak, 10 tadan oshsa sutda xudo xolasa kami ko'si yo'q. nomerini so'rang o'zi. Bo'ldi. Aka, narxi qanaqa narxi? Buni qanday so'rayapsiz, ha? Bu adam nimada ism familiya o'chishni Aka bunga qancha narx qo'ydinglar? 30 million so'rayapsiz, kami bor xudo xolasa. Narxi qancha qildi bozor? 23 ga bermadingiz-a? Ozgina qo'ysa ketadimi?
chamay keladi, xudo ko'ngil sotamiz. Gap yo'q. Hurmatli akalar, ona bola olaman akalarimizga, ukalarimizga, opa-singillarimizga yangi yo'l mol bozorida zo'rlar kelgan. Aka charchamay sog' bo'ling, savdoingiz kuningiz xayrli o'tsin. Assalomu alaykum hormang. Ona bolaning udorlari zo'r. Bola nimaga aka? Bolasi urg'och. Bola urg'och. Bu ikkalasi ham sizdanmi? Bu yoqda buni bolasimi? Menga urg'och. Buni ham urg'ochi bu ham. Buni bolasi necha kunlik bo'ldi? 8 kun. 8 kunlik. Nechinchi bola bu? 4-chi. 4-ga xudo xolasa mana 12 ta sutga tushadi. Yilni bitta olaylik. Birisi yil. Mana ko'ringlar, yilini ko'ramiz. 12 ta sutga bola urg'ochi. Aka narxi o'zi qanaqa bo'lyapti buni? 20 million 500 ga bermadingiz. O'zingiz qancha so'rayapsiz? 25 so'rayapsiz, kami bor. 12 ta sutga bola urg'ochi. Bunisi qancha sutga aka? Buni qancha sutga beramiz? 14 sut. Bola urg'ochi 14 ta sutga. Narx navosi 35 kami bor. Buni qancha qildi bozor? 31 ga bermadingiz. Bo'ldi. Ko'ringlar mana 14 ta sutga javobatda yillari bola urg'ochi. Bolasi necha oylik bo'lgan buni? 4-5 oylik. Qochmaganmi o'zi? Qoch qolmagan. Noaniq lekin. Tekshirsa bo'ladi, o'zi orqali. O'zi yo'lga qo'yilgan tekshirsa bo'ladi. Aka charchamay sog' bo'ling, savdoingiz kuningiz xayrli o'tsin. Assalomu alaykum. Tinchroq joy bor ekan bu tomonda. Ona bola sotyapsiz bolasi? Aka, sigir universal birinchi qorin. Kami 10 litr, bolasi erkak. Novos xudo xolasa, novos. Necha kun bo'ldi aka tug'ilganiga? 5 kunlik mana. Sigirga video baho berib qo'yinglar. Kichkina bo'lganidan chiroyli mol ekan, uzoqdan ko'rinmas ekan. Qancha sutga dedingiz aka? 10 litrga. 10 litr olarsizmi? Birinchi Vaqti boshqacha ekan yillanlari aka. Mana ko'ringlar, o'zingizlar baho beringlar, maqtanmiz aka. Ona bola buqacha 10 litr sut olardi birinchi qoringa. Aka qayerda mola bu? To'y debadan keldi. Yeb ichishga tana joni javob berasizmi? Suzmaydi, tepmaydi. Gap yo'q. Narx navosi qanaqa o'tdi aka buni? 24 so'radi, bozorda 1.5 baholashadi. Demak 24 so'raldi, 21 ga bermadingiz, to'g'rimi? Ozgina qolsa ketadi deng. Baholasa. Ko'ngil yaqin kelsa, savdo bo'lsa, xudo sotiladi. Mana shunaqadan 40 ta sigir turibdi. Voy, mana. Mana yana bittasi erkak bo'ladi. Keyingi o'ta mana. Ma'lummi? Buni ham ko'rsat. Kuygiz aka. Buni bolasi nima aka? Buni bolasi. Buni bolasi nima aka? Bu ham novos. Birinchi qoringa. 12 ta sutga? 10 ta bo'larsa, bola novos, 10 ta sutga. Birinchi bola ekan bu ham. Aka, kolleksiyani yiqqan ekansiz o'rlarni aka. Mana ko'ringlar. Ro'zg'or bob uyim joyim degan mollardan yangi yo'l mol bozoriga kelaverasizlar mana. Yerini 10 ta sutga, xudo xohlasa. Buni narxi qancha aka? Ikkalovini bir joyda 21.5 ta savdo qilishdi. Bir joyda 42 ga bermadingiz. 43 ga. 21.5 dan, 21.5 dan 43 ga berishmadi. 45 bo'lsa ketib kelasiz bir joyda aka. Xudo xohlasa. Chamalari Siz zo'r bo'lsa aka 43 ga ham sotdim mana. Malades. Agar muomalani chiroyli qilsanglar, ro'za Ramazon kunlarida mol olaman akalarimiz, mana ko'ringlar, to'y tepadan kelgan ona bola sigirlar, bolalar novvosa, 10 ta olaverasizlar. Etlari zo'r. Bo'yi kichkina ro'zg'or bob deganida, uyim joyim sigirlar, yangi yo'l mol bozorida. Yana bormi shu ikkalasimi bugun? Mana bunisi ham bor. Bu yoqda ham bormi? Hammasi erkak bo'lib ketibdi, urg'ochi. Malades. Deganlarga urg'ochi bo'ladi. Shep o'zlari mana, xudo xolasa. Bola novvos, bu ham birinchi bola. Birinchi bola 10 litr sut beradi. Bu ham 10 litr sut. Zakaz aka, hammasi zakaz. Hurmatli akalar, ona bola olaman deganlarga mana ko'ringlar. 10 yillab boqaman deganlardan. Birinchi bolasiga xudo bu ham novvos, xudo xolasa. Buni narxi qanaqa aka? Aka, quyuq, suyuq bir joy 20 million 500 qilishyapti. 1 million rol o'ynayapti bolasi. Bo'ldi mana. Qiziqqanlarga bular hammasi bir joyda sotiladi. Ismingiz kim do'stim? Nodijonning mollari. Demak, 3 ta sigir olib kelishga ona bola bolalar buqa 10 ta dollar sutga. Bu ozgina aka reklama uchun bozorga. Reklama uchun. Xonadonga borib olishsa aka, ko'rib olishsa, Xudo xolasa uyga borib sog'ib, tekshirib, yurgizib, tanlab, sog'imlarni ko'rib aka. xohla bitta, xohla ikkita, xohla bir joyda. Aka 10 ta olishsin dastlabki mendan, libo joyga. Demak, Bo'lsa bo'ldi. bo'ldi. Hurmatli akalar, chorvaga qiziqqanlar, ona bola sigir olaman degan akalarimizga, ukalarimizga, opa-singillarimizga to'y tepadan kelgan akam Nodirjon ukamiz ona bola sigirlar mana. Zo'rlanib olib kelishgan. Do'stim, charchamang, sog' bo'ling, savdingiz bersa, kuningiz xayrli bo'lsin. Ulug' ayom kunlar charchamang aka. Ayting nomeringizni. 77lik. 306 45 50 aloqa chiqasizlar, ha? 55 aloqa Nodirjonga, xudo xolasa mana sigir sotiladi. Yana kerak bo'lsa uylarida bor ekan. Charchamang, sog' bo'ling, savdingiz bersa. Ona bola sotilyapti mana. Keling aka. Ona bola, bolasi nima ekan aka buni? Bolasi.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar qalay? Ulug'ayonga charchamayapsizmi? Omonmisiz? Bola novosi xudo necha oylik bo'lishi? 1,5 oylik. 1,5 oylik novosi bu qancha? Ustiga javob beraman. Yirik sigir ekan bu mana ko'rinish. Ranglari o'g'lar. Qayerdan keldinglar? Ibrohim Karimov. Ibrohim, yangi yo'lmi? Bax. Ha, Sirdaryo viloyati Ibrohim Karim. Bo'ldi, akamiz Sirdaryodan kelishdi. Hozir aka birda. Bola novoz. Nechinchi bola aka bu? 4-chi. 4-chi bola. Yeb ichishi tanajoni? Javob berasiz. Javob beradi. Tepmiydi, suzmaydi. 15 ta sut beradi aka, 12 taga javob beraman. Bo'ldi, o'zini qo'yilni olaylik mana. 15 ta deyishyapti, 12 ta deyishga javob berishadi mana. Bo'ylari o'rtacha ro'zg'or bob deganini so'raganlarga. Narxi qanaqa qilyapti aka? Narxi 35 so'rayapsiz, kami bor. Siyla berasiz oganga. Kelishaman deganlarga. Bozor qancha qildi sir bo'lmasa? 22 ga berma deysiz. Mana ko'ringlar, ona bola olaman akalarimiz. Shunday ko'rinishlari, yeb ishlari joyida deyishyapti. Xudo xolasa Sirdaryodan akalarimiz. Qiziqqanlar yurgizib ko'rsatasizmi aka? Mana, ovoz ko'ringlar. Gap yo'q mana. O'zi qochib qolmaganmi aka? Hali qochmaganmi bu? Qochib qolmaganmi? Yo'q. Hali qochmagan-a? Demak, ro'zg'or bog' sigirlar keldi. Yangiyo'l mol bozorida Sirdaryo akalarimiz. O'ting. Yo'qlarni ham olib qo'ying aka. O'tib qo'ying, orqalarimni ko'rsataylik. Yelni yumshoq aka. Yerli yumshoqmi? Mana. Orqadan ko'rsatamiz yerinlarini. Qiziqqanlarga telefon raqam qo'yasizmi shep? Ayting nomeringiz. 95lik, ha? 154 154 87 82 Demak aka, aytavering. Telefon raqam aytayotgandingiz? 150 95lik 95lik 154 154 87 87 82 82 ismingiz? Olim. Olim akamiz sigirlari, mana akamiz o'zlari. Ikkalamanlarga salom. Akalar o'rtoqlarga salom aytishyapti. Aka hamma sog' bo'lsin, ulug'lar. Charchamaylar aka, bozorlaringiz kuninglar xayr bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum, hormaylar. Ona bola sigirlarning udorlari bu tomonda ekan aka. Bolalar nima aka buni? Keling. Bolalari qo'noqchi. Necha kunlik bo'ldi, shep? Bolasi necha kunlik bo'ldi? 3 kunlik. Birinchi nechinchi bolasi bu? Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. Sigir ko'rinishlari. Qancha sutga beramiz? Erta kech bolasini tashqari. Bolasidan tashqari bunisi 12 ta, bunisi 15 ta. Bunisi 12 ta. Mana. Kichkina sigir aka. Narxi qanaqa qoldi? Buni birinchisi aka narxi. Narxi qancha bo'ldi? O'zim aka ana ko'zlaymasini qo'ygan. 25 kami bor a. Bunisi bolasi nima? Siz aylanmay shuni olib ketinglar tota. 30 million kami bor. Qancha sutga bu? 20 ta sut. Bolasini ham qarang, bolasi ham. Bozor qancha qildi bular? Hisob ko'rsa. 26 ga 22. 26-22 ga berma deylar, to'g'rimi? Mayli, mana charchamaylar, savdolarimiz kuninglar xayr, sog' bo'linglar. Gap. Assalomu alaykum, hormat shep, yaxshimisiz? Kayfiyatlar qalay? Shep o'zlari mana olib keldilar. Shep, demak, ona bolasiga olib keldik, o'zimiz mesni sigir. O'zimiz mesni, Jaydari, Jaydari, ro'zg'or bob, uyun-joy sigirlar mana shu bo'ladi. Bolasi nima ekan? Erki. Bola nomi necha kun bo'ldi tug'ilganiga? 5 kun. 5 kun. Malades ham. Nechinchi bolasi bu? Uchinchisi. Qancha sutga? 9 ta sut beradi. Erta kech bolasidan tashqari 9 sut bor-a? Narxi qanaqa qilyapti narx? 20 million. 20 million kami bor. 17,5 million qilyapti. 17,5 bermadingiz. Bermadi. Ozgina qolsa ketadi. Ketadi, xudo xohlasa. O'zim uyim joyim deganlarga, mana shu ulug' kunlarda olaman deganlarga, ismingiz kim do'st? Jamol. Jamol aka uchasizlar, Shepda o'zida har doim yaxshi sigirlar bo'lgan. To'g'rimi? Uyda ham ko'p. Uyda ham bo'ladi aka, biz kelasiz, uchashingiz savdoni qilaverasiz, to'g'rimi Shep? To'xtatadi. Aka charchamang, sog' bo'ling, savdongiz kuningiz xayr bo'lsin, savdolarni bersin. Hormaylar, assalomu alaykum, hurmatli akalar, hurmatli obunachilar, sigir udari nomer 1 ni ko'ringlar mana. Aka bu savdo bo'lyapti mana. Yelinni ko'ringlar, yelinni. Sigirga bitta baho beringlar. Hop, bir daqiqa aka, buni bolasi bormi ekan do'stlar? Mana bola gapirsin mana shu bola. Bolasi qani buni? Bolasi o'yini kirbi. Aka, bu zot qanaqa zot shep? Molni bitta ko'rsatdi o'zi. Festivalga chiqadigan mol bu aka. Bitta uzoqdan to'g'rilik, kattalik ko'rinsa aka mana. Sigirimiz yirik sigir, katta sigir. Bor o'ynaqasi bor. Nima olib kelaman debdi mana. Bash katta sigir mana. Bolasini ham olamiz mana. To'yiga 45 taga berib yuboraman aka. Bolasi o'g'li kibri. 45. O'zi bo'lmayapti, bunaqasini topib kelish aka.
Aka narx qancha qo'ydinglar bunga? 45 millionga bermayapsizlar. O'zi qancha so'rayapsiz? 60 so'rayapsizlar. Qancha sutga? 45 ta sutga olaverasizlar, 60 million narx qo'yishga 45 ga berishmayapti. Bola gibrid. Bolasini olamiz. Ketdik bolasini ko'raylik. Bolasini qayerda yoki bu tomondan? Bolasini. Bu nima ekan bolasi aka? Urg'och. Hech kim tug'ilgan ekan. Shu 3-4 kun bir hafta bo'lib qolgan. Mana bolasi yotibdi. Bola ham katta ekan, jasadimi? Mana sigiri qarang. Qara, voy, yillarni qarang. Ha, bolasi. Gap bo'lgan sigiri. 60 million so'rashyapti, kami bor. 45 ga berishmayapti. Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Mana bola olib keldi zo'rlardan mana. 25 taga baxayr. Bola novvosa? Novvo, necha kun bo'ldi tog'a tug'ilganiga? 10 kun bo'ldi. 2 hafta bo'ldi, xudo xolasa. Yeb ichishi tanajoniga javob. Nechinchi bolasi tog'a bu? Ikkinchisi? Ko'ringlar sigirimizga mana sigir bitta baho berib qo'ydi. Aka bu yeb ichish joy tanajoni savdo qancha sutga beramiz? 25 taga. Yelini ko'ringlar, yelini bitta baho berib qo'ygan. Yelini bok aka bok. Mana bitta ko'rsan uzoqdan, umumiy ko'rishlarni olamiz. Sigiri ko'ringlar. Sigiri degan dahshat. Bolani ko'ring, bola. Sigirga gap bo'lsa, aka, sigir zo'r. Maza qilaman deganlarga bitta ko'rsa mana. Shuni ham olasizmi, syomka qilasizmi? Shepani ochingchilar. Qiziqqanlar uchun maxsus reportaj mana. Gap yo'q. Mollar hamma tomonlama javob beriladi. Yeyishi, ichishi, yurish, turishi, sutiga, bolasi novvosligiga xudo xolasa, narxni sana qo'shib narxi. 42 million so'ralyapti, kami bor-a? Siylab tog'ani o'zlari har doim yaxshiga sotadi. Akam ishonchli odam, bozorda yurishadi. Akamiz mana yilingga bitta baho berib qo'yinglar. Hamma saksiyada ishlaydi. Mana. Ro'zatlamayman. Oyoq ko'tarsin. Boshani endi tekshirib ko'rar Kamol. Sovuq tashamang yerga solmang. O'l bo'ladi. Bo'l. Bo'l aka. Sotiladi bo'lsa egasi. Bo'l. Mana ko'rdinglar, sutlari dahshat. Quygan usta 42 million kami bor. Bozor qancha qildi aka, sir bo'lmasa? Asharak 36,5 million deydi. Siz qildingiz savdo. 36 ga bermadi. 36,5 ga berishmadi sigirimizni. 36,5 million qilishdi. Bozor berishmadi. 7 kunlik bo'ldi bolasi. 7 kunlik bu mana. Gap yo'q. Oka charchamaylar savdolarni bersa kuninglar xayr olsun. Assalomu alaykum hormaylar. Bu yoqda ham aka bolasi nima buni? Bola novvosi yo'qdi, hormaylar. Bola novvo necha oylik bo'ldi? Necha sal asovroqmi deyman. Bola necha oylik bo'ldi aka? 4 oylik, a? 4 oylik deyapsizmi? Nechinchi bola bu? 3-chi bolasiga yiriksiga kattasiga. Qayerdan keldi erishib? Qayerda moli bu? Yangiyo'lli Mersin moli. Aka qancha sutga erta kech bolasi tashqari? 15 ta. 15 ta qolarsiz. Qanaqa zot aka bu? Filmino ya? Filmino. Ona bola 15 ta sut bola bu qocha, to'g'rimi? Qancha so'rasiz ona bolaga? 30. Ha? 30 million so'rasiz, kami bor. Bozor qancha qildi? Qarqi qo'rtaga 27, 25 tariga javobmi? Tanijoni sog'mi? Bo'ldi. Ko'ringlar. Haydi. Ona bola olaman deganlarga bola novvos 15 ta sutga 30 million kam bor ekan. Charchamaylar sog' bo'ling, sog' deb bersak, kuningiz xayrli o'tsin, sog' bo'linglar. Sheyba, assalomu alaykum, hormang. Aka bu qanaqa simental emasmi? Simental. Chatisha, gibrid. Birinchisi shoxlik barodasi. Shoxlik barodasi. Bolasi nima ekan? Novvos, gap yo'q. Simental so'raganlar uchun mana simental maxsus reportaj. Bola novvos. Necha kunlik bo'ldi bolasi? Bolasi 1 oylik. 1 oylik. Nechinchi bola bu? Birinchisiga yirik ko'rishlar mumkin mana. Yirik kattasiga degan baland. Qayeri moli? Halqabot. Yebishlariga, tanajoniga javob beradi. Garanti beriladi. Bola novvos qancha sutga erta kech boladan tashqari? 15 ta. 15 ta bola o'risa. Hech savoldan deyapti mana yerda ko'ringlar, orqadan to'laylik. Simental so'raganlar uchun Seyrat maxsus simental keldi. Bola novvos, xudo xohlasa yebishlari zo'r, suti bor. O'tni beradi, yeb beradi, sog'ollar shariladi, to'g'rimi? 15 ta. 15 ta olaverasizlar. Xudo xohlasa narxi sanaqa bo'ladi. 42 so'rayapsiz, kami bor. 42 million so'rayapsiz, kami bor. Bozor qancha qildi? 36. 36 ga ber, va deysiz.
Hurmatli akalar, hurmatli obunachilar mana. Ola bola olgan akalarimiz qiziqqanlarga mana. Sigirimiz umumiy so'ratgan. Buni narxi aka 36 million so'rab kami bor ekan. Charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarimiz kuningiz xayrli bo'lsin. Xormaylar, assalomu alaykum. Bolasi nima ekan? Bola urg'ochi, necha kunlik bo'ldi? Bir haftalik. Qayeri moli? Frunza. Yangiyo'l tumani Frunza, to'g'rimi? Nechinchi bolasi bu? 5-6 tuqqan-a? Sigiri ko'rishlar. Yaxshi yeb ichadimi? Tanijoni sog'mi? Yurishi, turishi. Qancha suti bor hozir? 15 ta yesa bergan. Yesa 15 ta beraveradi. 15 ta. Yilni ko'rsa so'la uzun ekan. Sigir umumiy go'shtdan olyapmiz. 15 ta sut olaversa ertaga. Narx qancha bor narxicha? 23 kami bor-a? 23 kam bor, xudo xolasa. Bozor qancha qildi? Bozor hal qilmadi. Hali qilmadi. Endi keldinglar. Demak, mana sigirni ko'ringlar, yeb-ichlar joyida, Yangiyo'l mesli moli. 15 taga joyda ertaga bo'lasan tashqari. Jiyan charchamaylar, savdolarni bersa, kuningiz xayrli bo'lsin. Bozorni charchamang. Assalomu alaykum, Xormay aka, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Bo'ldi. Uyim joyinga sigir so'raganlaringiz uchun uyim joyinga sigir keldi mana. Aka, ro'zg'or bob deganda. Bu Galishdeyni? Bolasi? Bola novosi. Necha kun bo'ldi tug'ilganiga? 20 kunlik. Nechinchi bolasi? 3-chi, 4-chisi novos tug'ilgan. Xudo xolasa, qayeri mol aka? Pobeda, Yangiyo'l tumani Pobeda. Shunaqami? Chegaradosh. Sigir o'zim bitta olamiz ana. Toza Galishdeyn yirigidan so'raganlarga, zo'ridan so'raganlarga mana. Katta sigirda bo'yi ham 1.50-1.55 chiqadi. Bo'yi 1.50-1.55 atrofida. Yeb ichsa tanijoniga javob bormi? Suzmaydi, tepmaydi. Bolani tashqari qancha sut beradi? 25 sut. Yerini bitta olaylik, yerini ko'ramiz, yeridan ko'rsanglar. 25 ta sut olaversa, ertaga bola tashqari. Alaykum assalom. Ko'ringlar, sigirimizni katta sigir. Demak, yeb ichish joyida tanajon sog' boladan tashqari 25 sut beradi. Galishdeyn zoti sigir. Nima bersa yuradimi aka? Ha, berganingiz. Kilosi bedana qo'zg'olib narxi qanaqa narxlar? 35 so'ramiz kami bor. 35 million so'ralyapti, kami bor. 35 million kami bor mana. Sizga qidirganlar uchun asosiy mana yerini ko'ring, yerini katta bak, ha? 40 litr. O'zi kattaga yerini ancha-muncha. Bozor qancha qilishni sir bo'lmasa aka? Men bozor har xil qilib yotibdi. Hali ko'ngilga yaqin kelmadi. Ha, nima chiqmadi hali. Xudo xohlasa yaqinlar sotiladi. Hurmatli akalar, hurmatli obunachilar, chorva ishg'ollar uchun, ro'zg'or bob sigir qidirganlar uchun mana uyim joy sigirlar olganlar uchun mana akamizning sigirlari zot keldi. Qiziqqanlar uchun nomer qoldiramizmi? Yo'q, o'zi bitta sotib yuborsa. Bo'ldi aka. Bunda charchamay sog' bo'ling, savdo bersa kuningiz xayrli bo'lsin. Xormaylar, assalomu alaykum. Ko'ringlar sigirimiz mana. Bolasi nima jiyan buni? Bola novoz, necha kunlik bo'ldi? Bir hafta. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasiga novoz-a? Qayeri moli? Soldasiga kelishdi, oq sigir, ha? Ko'ringlar. Yeb ichish yaxshimi? Qaytmaydimi? Tepmaydi, suzmaydi. Tanijoni sog'. Bolasi qanchadan tashqari qancha suti bor? 10 ta dishyapti, bola yemadi, yarmi qoladi, 5 litr qolar ekan-da bu yo'q bilan. Narxi qanaqa narxi? Qancha narx qo'ydinglar? 20 million kami bor. Bozor qancha qildi? Har xil degan. Bo'ldi. Qiziqqanlar uchun mana. Do'stim, charchamaylar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa kuningiz xayrli o'tsin. Va bu ona bo'ladimi aka bu? Olsak bo'ladimi? Qo'ymay hozir. Mana uzoq bitta qo'yaylik. Bola novoz mana ko'ringlar. 6 oylik bolasi bor. Qornida 5 oylik bolasi bor deyapti. 7-8 suti bor. Sirdaryodagi akalarimiz. To'g'rimi? Bola sutga to'ygan-a? Qo'ylarda suti bor. Bak, angus urib qo'yilganmi? Hol ko'raman. Mana shu molimizni ko'rinishi. Yeb ishlarga javob berasiz? Yo'q. Yelinlarni ko'rsatamiz mana. Okeylar. Aka, bu narx qancha bo'lyapti? Narxi 45 million so'rayapsiz. 45 million so'ralyapti. Kami bor. Bolani qarang, bolani yaxshi chiroyli ekan bolamiz.
Yeniler bitti bu kadar. Bolani ko'rishni qay, bola zo'r. Aka charchamaylar, sog' bo'linglar, savdiyalar bersa, kuninglar xayrli o'tsin. Ona bola olaman akalarimiz, bola novvoz, qornida ham, yonida ham bolasi bor. Xudo xolasa sigir tiniq. Ko'p burcha ekan sigirlar. Mana qilib olsa maza qilasiz, aka.